Chet elda ishlash istagida bo'lgan tibbiyot xodimlari uchun xalqaro targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. So'nggi yillarda xorijda ishlayotgan yurtdoshlarimiz va ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy qilingan imtiyozlar ko'lamini kengaytirish, chet ellarda ularning haq-huquqlarini kafolatlash, xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimiga yangicha yondashuvlar joriy etilyapti. Mazkur sohada amalga oshirilayotgan islohotlar bu borada fuqarolarimizga yaratilayotgan yengillik va imtiyozlar, istiqboldagi vazifalar xususida ishsiz va xorijda mehnat qilish istagida bo'lganlar uchun xalqaro mehnat yarmarkalari targ'iboti muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Navbatdagi ana shu kabi tadbir O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi hamda Sog'liqni saqlash boshqarmasi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Unda 500 nafarga yaqin tibbiyot xodimlari ishtirok etdi. So'z olganlar tomonidan Germaniya davlatida mavjud bo'sh ish o'rinlari, mehnat shartlari, yashash va uy-joy bilan ta'minlash masalalari, til o'rganish imkoniyatlari bo'yicha ma'lumotlar berildi. Eng yaxshi tomoni Buxoro tajribasi sifatida oilaviy o'qitishni yo'lga qo'ydik. Ya'ni bunda hamshiralarimiz turmush o'rtoqlari bilan birgalikda bepul o'qib, demak, xorijda ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi va eng yaxshi tomoni, demak, migratsiya agentligi tomonidan taklif berilgan ishlarga joylashgan fuqarolarimiz uchun biza nafaqat huquqiy yordamlar, balki ijtimoiy, iqtisodiy yordamlarni ham, moddiy yordamlarni ham ko'rsatib boramiz va bundan tashqari, demak, qonuniy, tartibli, xavfsiz migratsiyani amalga oshirish imkoniyati yaratib beriladi va shu uchun ham har bir fuqaromizning hayoti, uni ish sharoiti va turmush farovonligiga befarq bo'lmagan holda biz ularni astoydil qo'llab-quvvatlab, tartibli migratsiyani amalga oshirishiga ko'maklashamiz. Bu kabi xalqaro hamkorlikdagi tashabbuslar O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi hamda Germaniyaning tegishli tashkilotlari bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Shuningdek, bunday targ'ibot tadbirlari orqali ishsizlikni kamaytirish, fuqarolarni qonuniy va xavfsiz mehnat migratsiyasiga yo'naltirish, ularning mehnat huquqlarini himoya qilishga alohida e'tibor berilmoqda. Onkologiyada hamshira lavozimida ishlayman. Men shu Germaniyada hamshira bo'lib ishlash nimasi bo'yicha harakat qilib, shu nemis tili kursiga borayotgandim. Nemis tili kursiga noyabr oyidan to hozirgacha hali ham o'qish davom ettiryapmiz. Nasib etsa iyun oyida sertifikatga topshiramiz. Ishga joylashtirish, viza jarayonlari hammasi bepul, kurslar ham bepul. Ishga o'zi etib joylashtirish, klinika o'zi kelib ish nimasini tanlash, ishchi xodimlarni biz klinika ishini tanlash, hammasi shu jarayonda olib boriladi. Tadbir davomida ishtirokchilar xorijda rasmiy ish bilan faoliyat yuritishning afzalliklari haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lib, bu borada o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan javob oldilar.